Qondagi shakarni pasaytirishga tavsiyalarim. Kurkuma va qora murch yarim choy qoshiqdan olib, 1 stakan issiq suvga, qaynoq emas, issiq suvga solamiz, aralashtirib, ertalab va kechqurun ichamiz. Agar kurkuma haqiqiy sifatli bo'lsa, qondagi shakarni 1-2 birlikka pasaytirishi mumkin. Dolchin, ya'ni koritsa, choy qoshiq yoki desert qoshiq miqdorida olib, 55 gradus atrofidagi issiq suvga solib aralashtiriladi va ichiladi. Bu ham qondagi shakarni 1-2 kun davomida pasaytirishga yordam beradi. Piyoda yurish qondagi shakarni tushirishning afsonaviy va tabiiy usuli. Ovqatdan keyin darhol yotmasdan yoki o'tirmasdan 15-20 daqiqa piyoda yuring. Yurish qondagi shakar miqdorini pasaytiradi va ahvolingizni yaxshilaydi. Interval ochlik bu eng samarali usullardan biri. Ovqat yemay ma'lum vaqt davomida och yurish organizmni tozalaydi, shakarni tushiradi. Agar masalani batamom hal qilmoqchi bo'lsangiz, turmush tarzingizni o'zgartiring. To'g'ri ovqatlaning, tez singadigan uglevodlarni kamaytiring. Stressdan qoching. Nafas olishni yo'lga qo'ying va jismoniy faollikni ko'paytiring. Jismoniy faollik nafaqat tanamizga, balki ongimizga ham foydali. Agar stress bo'lsa, harakat qiling, yuring, suzish bilan shug'ullaning. Shunda ongingiz ham xotirjam bo'ladi. Bu ishlatib ko'rilgan, sinab ko'rilgan amaliyot. Suvli ochlik, quruq ochlik, kaskad ochlik kabi usullar salomatlikni saqlash uchun juda foydali. Pichoq va vilka bilan ham hayotda tanaffus qilish kerak degan edi bir filmda. Agar sizda shu ma'lumotlar qiziqish uyg'otgan bo'lsa, marhamat kommentariyalarda Telegram so'zini qoldiring.